Keling, bugungi kun uchun yerga yorug'lik inayotgan ushbu muborak soniyalarda mehribon yaratganga duo bilan yuzlanaylik. Allohim, tasodifiy ofat, kulfat, balo qazolardan, yomonlardan, yomonliklardan, zolimlardan, zulmkorlardan, kasalliklardan, shayton vasvasasidan, nafs balosidan, kibrlanishdan, yomon xulqdan, sen rozi bo'lmaydigan ishlarni qilishdan, do'zax azobidan bizni va yaqinlarimizni saqlagan. Amin. Assalomu alaykum dilga yaqin muxlislarimiz, bormisiz, omonmisiz? Yana sizlar bilan g'oyibona suhbatlashib turganimizdan xursandman. Sizlarni dilingizni xushnud etib, qalbingizni bir olam quvonchga to'ldirish maqsadida marhamat tabriklar loyihamizni boshlaymiz. Mikrofon qarshisida esa siz kutgan suxandon qizingiz marhaboman. Bugun o'z tavallud kunlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni samimiy qutlaymiz. Samarqand viloyati Narpay tumani Oqtosh shahri Yangiobod mahallasi, Yangiobod ko'chasi 11-uyida yashovchi 1999-yil 18-aprelda tavallud topgan Bobonazarov Doniyorning tavallud topgan kunlari. Hozirgi kunda oilasini, ota-onasini sog'inib, uzoq Rossiya davlatida mehnat qilib yurgan ushbu ukajonimizni tavallud topgan kunlari bilan dadajonisi Toyir aka, ayasi Gulnora, akasi Azizbek, yangasi Feruza, turmush o'rtog'i Maftuna va jajji jiyani Muslima va go'zal qizalog'i Mubinaxonlar nomidan onajonisi tabriklab, shunday tilaklar bildiribdilar. Doniyor, bolam, o'zimning sog'inganim, erkan, pahlavonim, tavallud topgan kuning muborak bo'lsin. Qayerda bo'lmagan ildizlaring o'z vataning, uying ostonasida ekanligi yodingdan chiqmasin. Ortimda turgan tog'dayin qalqonim, bilasanmi bolam, onalar uchun farzand Allohim tomonidan berilgan bir mukofotdir, buyuk ne'matdir. Men juda baxtli ayolman. Baxtim shundaki, bu dunyoda suyanganim, ishonganim, hayotimning bir bo'lagi, yuragimning bir parchasi, dunyoda topgan bebaho boyliklarim, mustahkam va o'lkan qanotlarim sizlarsiz. Sizlarni dunyolarga alishmasman. Xonadonimni nurga, hayotimni baxtlarga to'ldirib, nabiralarim ko'zimni quvnatib yuribdi. Sofdil, beg'ubor Muslimam va Mubinamning umri uzun bo'lsin. Fidoi, hokisor, vafoli kelin qizlarimga hamdu sanolar bo'lsin deyman. Doniyor jonim, baxtimizga umringa ziyoda bo'lsin. Maftunang bilan qo'sha qarib, Mubinamizning kamolini, baxtini, to'ylarini ko'rib, ser farzand, ser davlat bo'lib, eng baxtli juftlik bo'lib yurishlaringni Yaratgandan so'rayman. Ilohim, yurgan yo'llaring nurli, hayotingiz go'zal va mazmunli bo'lsin. Omad va muvaffaqiyatlar doimo sizlarga yor bo'lsin, o'g'illarim. Martabangiz bundanda ulug' bo'lib, hech qachon el yurt xizmatida charchamang. Sen va akang bilan faxrlanaman. Sizlarni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Baxtimga ko'z tegmasin, ilohim. Yana bir bor tavallud kuning muborak bo'lsin, bolam. Seni qutlab, yuz ko'zlaringdan to'yib hidlab, o'pib qoluvchi sog'ingan onangman.
Ha, azizlar, ota, onalar duosini eshitgan Alloh yurtimiz ahlini tinch omonlikda, rizqimizni barokatda barqaror qilsin va barchamizni yaxshiliklari ila quvontirsin. Qadrdonlarim, Doniyorjon dadangiz Toyir aka, ayangiz Gulnora opa, akangiz Azizbek, yangangiz Firuza, turmush o'rtog'ingiz Maftuna, jiyaningiz Muslima va qizalog'ingiz Mubinaning nomidan onajoningiz yo'llayotgan tabrik tilaklarini qabul aylaysiz. O'zga elning noni qattiq bo'lar ekan, yot chumchuqqa doni qattiq bo'lar ekan, musofirning joni qattiq bo'lar ekan. Aziz joning omon bo'lsin, jon birodar, halol bo'lsin sen tishlagan non birodar. Mayli uying koshonamas kulba misol, kiyiming ham shohonamas telba misol, ko'tar albat oilang va xushdan visol, oqarmoqda sochingdagi tolalaring, omon bo'lsin jondan aziz bolalaring. Chin musulmon bo'lgay bo'lsa kim musofir, olam kezar to'yib toshib lim musofir, o'z uyini sog'inarkan jam musofir. Sog'inchlardan to'lib toshgan yuraging bor vatandoshim, shu vatanga keraging bor. Bir necha el bir yerda ko'z qoshdek ekan, bir yoqadan chiqqan ahil boshdek ekan, tirikchilik yuki og'ir toshdek ekan. Ming mashaqqat zahmat yurgan yo'llaringda, baxt kaliti qadoq bosgan qo'llaringda. O'zga elning noni qattiq bo'lar ekan, musofirning joni qattiq bo'lar ekan. Yangraydigan musiqiy salomimiz Oqtoshlik Doniyorjon uchun tabrik sifatida havola etiladi. Yaratgandan seni tilab oldim. Sen tug'ilsang bor bu dunyoga jar soldim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz Xudoga yolvordim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz Xudoga yolvordim. Otangni bor boyligi sen jonim o'g'lim, shu gaplarim esingda tut jon o'g'lim. Seni bergan Xudoga ming shukrlar ey, isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Seni bergan Allohga ming shukrlar ey, isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Zotlar ismida sen Davud bolam, ularga ko'p o'qib yasha durud bolam. Uzoq umr ko'rib biroq inson bo'lib, onang ikkimiz yuzimiz yorit bolam. Borgan sari shirinliging ortib borar, mehrim meni sen tomonga tortib borar. Bolajonim beg'uborim kundan kunga, endi seni zo'r kelajak kutib qolar. Otangni bor boyligi sen jon o'g'lim, shu gaplarim esingda tut jon o'g'lim. Seni bergan Xudoga ming shukrlar ey,
ismin kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Seni bergan Allohga ming shukrlar ey. Ismin kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Ismin kabi bo'l ulug' inson o'g'lim.